Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog. Vatanimiz tarixida g'oyat murakkab va sinovli davr bo'lgan 20-asr boshida maydonga chiqqan Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi hisoblanadi. U milliy ozodlik harakatining buyuk namoyandasi sifatida ilm-fan, ta'lim va tarbiya, adabiyot va san'at, matbuot sohalarini rivojlantirish, jahondagi ilg'or taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirish orqali xalqimizning ongu tafakkurini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo'lida o'z hayotini baxsh etgan fidoyi zotdir. Mahmudxo'ja Behbudiy chor hukumati va mahalliy mutassib kuchlarning mislsiz qarshiligiga qaramasdan yurtimizda birinchilar qatorida ilk zamonaviy maktablar tashkil qilish, ular uchun zarur darsliklar yaratish, nashriyot va teatrlar barpo etish ishlariga bosh-qosh bo'ldi. Mohir publitsist sifatida o'z davrining dolzarb muammolariga bag'ishlangan qator salmoqli asarlar va 200 dan ortiq maqolalar yaratdi. Shu bilan birga Samarqand gazetasi hamda Oyna jurnaliga asos soldi. 1914-yilda Turon teatrida sahnalashtirilgan Padarkush pyesasi orqali o'lkamizda teatr san'atining tamal toshini qo'ydi. Biz bu fojiani, ya'ni o'z otasining joniga qasd qilgan o'g'il Padarkush qiyofasini teran shaklda namoyish qila olishimiz kerak. Biz shunchaki maishiy qotillikni emas, balki har birimizning fojiamizni, xalqimizning fojiasini namoyish qilmoqchimiz. Afsuski, atoqli adib va jamoat arbobi bo'lgan bu mutafakkir zot 44 yoshida yovuz kuchlar qurboni bo'ldi. Mustaqillik davrida Mahmudxo'ja Behbudiy xotirasini abadiylashtirish, hayoti va faoliyatini chuqur tadqiq qilish, ilmiy va badiiy asarlarni keng ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Prezidentimiz farmoniga ko'ra 2025-yilda Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda.